Qaranglar, aziz do'stlar, belidan burilyapti. Ko'ryapsizlarmi? Balon burilmayapti, belidan 800 ga o'xshab buriladi. Buni yoqqan joyi borki, ilonga o'xshab harakatlanadi. Eng qizig'i benzinda. Buni oldin ham reklama qilganman, faqat oldida suratgani bor edi. Hozirgi kunda suratgani yo'q. Ba'zilar aytadi, aka jatka qo'ysak bo'ladimi deydi, o't o'rgani, bed o'rgani. Jatkani dvigateli, boyagi reduktori $100 turadi. Jatkani o'zi ham где-то $200 turadi. Uстановкасы ham $100 turadi. Где-то $400-500 ga oldiga jatka qo'yib olsangiz bo'ladi. Agar jatka qo'yaman desangiz, komplektida faqat frezasi bor. Plug yo'q. Narxi juda ham shokolad narx. Oldin 3700 da ichida plugi bor edi va oldida suratgani bor edi. Hozir esa buni narxini 3400 qilganmiz. Boy oldidagi suratgani bilan plugini olib tashlaganmiz. Пониженный, повышенный скоростьlari bor. Bu benzinda ishlaydi. Eng qizig'i remen emas, reduktorli. Reduktorli qaranglar, juda ham zo'r. Endi o'taltirib ishlatmadim. Boshqa videolarimda bor bu narsa. Garantiya beramiz mahsulotga. Video nomer qoldiraman, aloqaga chiqasizlar. Hozir kunda juda ham kerak. Ayniqsa bu ekonomli. Shunaqa aziz do'stlar, где-то soatiga men eshitdim, maksimum 2 litrchami shunaqa sarflabdi. Shunda ham freza ishlatdim deyapti. Пониженный скорость deyapti. 2 litr 2,5 litrcha yedi deyapti. Aziz do'stlar, nomer qoldiraman, aloqaga chiqasizlar. Menimcha barcha ma'lumotni berdim deb o'ylayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.